Assalomu alaykum do'stlar. Siz Kinotimedasiz va bu Qarg'a filmi. Nargi dunyodan o'lmas qashshe bo'lib qaytgan yigit yaqin insonlari uchun yovuzlardan o'ch olmoqda. Erik Drevian bolaligida qayg'uli holatning guvohi bo'lgandi. Uning sevimli oti o'tkir simlarga elakishib qolib jon bergandi. Shu bo'libdiki, bu dahshatli holat Erikning tushlarida uni ta'qib qilardi. Shelli ismli qiz Zedi ismli dugonasidan umumiy tanishlari bilan tushgan video xabarni oladi. Zedi bu videodan foydalangan holda kriminal avtoritet bo'lmish Vincent Rockni fosh qilishda foydalanishni taklif qiladi. Biroq oldin shahardan chiqib ketishlari lozim edi. Shelli dugonasidan uydan chiqmasdan yashirinishini so'raydi, ammo Zedi uni ta'qib qilayotganliklariga ishonmasdi. Ammo qiz uyga kirishi bilan uni kimdir kutib o'tirganligini ko'radi. Rockning o'ng qo'li bo'lmish Marion Zedining telefonini olib, undagi videoni kimga jo'natganligini tekshiradi va unga qandaydir dori urib uni olib ketishadi. Dugonasi bilan yomon ishlar sodir bo'layotganligini tushungan Shelli yigitiga qo'ng'iroq qilib, bu haqda xabar beradi. Ko'chaga chiqqan qiz uni ta'qib qilayotganliklarini sezadi va ta'qibchilardan qutulishga urinayotganda politsiyachilar bilan to'qnashib ketadi. Yerga tushgan sumkasidan esa man qilingan moddalar chiqib ketadi. Shu sabab uni mahkamaga olib ketishadi. Bundan so'ng reabilitatsiya markaziga jo'natishadi. Ayni damda ulg'ayib qolgan Erik ham shu yerda davolanayotgan edi. Yangi qizni ko'rib qolgan yigit uni yoqtirib qoladi. Biroq bu yerda yigit qizlarning gaplashishi qat'iyan man qilingan edi. Ayni damda Vincent Rock yoshgina pianinochi qiz bilan tanishadi. Biroq shirin suhbatni bo'lgan Marion Zedini topganliklarini xabar qiladi va Rockni qizni ushlab turishgan xonaga olib kelishadi. U qizdan Shelli qayerdaligini so'raydi, ammo u buni bilmasdi. Rock esa unga o'xshagan minglab qizlarni o'ldirganligini va jon deb uni ham o'ldirishini aytadi. U o'ldirgan odamlarning ruhi allaqachon dozoqda yonayotgan edi va u iblis bilan bitim tuzgan. Bitimga ko'ra, o'zi dozoqqa tushmasligi uchun o'rniga minglab jonlarni jo'natishi lozim edi. Bundan so'ng qizning quloqiga nimanidir pichirlaydi va ko'zi oqargan Zedi qo'liga xanjar olib joniga qasd qiladi. Ayni damda Shelli nonushta vaqtida ta'qibga qaramasdan Erikning oldiga kelib o'tiradi. Ular tezda til topishadi va imkon bo'lishi bilan suhbat qurishdan tap tortishmaydi. Bu vaqtda Marion Shellining onasi orqali uni topishga urinadi. Rockning odamlari uni olib ketish uchun markazga yo'l olishadi. Erikning xonasiga kelgan Shelli esa orasida o'zi ham tasvirlangan bir talay suratlarni ko'radi va bu unga yoqadi. Biroz chaqchaqlashib o'tirishganda Shellini ko'rgani kelishganliklarini e'lon qilishadi va derazadan qaragan Erik Marionni advokat bo'lsa kerak deb Shellini tinchlantiradi, ammo uni ko'rgan Shelli dahshatga tushadi va Erikdan uni yashirishini iltimos qiladi. Erik uni kir yuvish xonasiga olib keladi va u yerdan tashqariga olib chiquvchi derazadan qochishi mumkinligini aytib, o'zi ham u bilan birga qochib chiqadi va tashqariga chiqib olishgach, o'rmon ichida yashirinishadi. Yo'lga chiqishgach, duch kelgan birinchi mashinani to'xtatib, u yordamida shaharga yo'l olishadi. Qiz Erikni shahardan ketgan dugonasining bo'mbo'sh kvartirasiga olib keladi va imkonni boy bermasdan ustli qahva qilishadi. Er-xotindan battar yaqinlashgan yoshlar shirin suhbatlar qurishar va kelajakka rejalar tuzishardi. Ayni damda Zedining jasadini topgan politsiyachilar bu haqida Rockka xabar qilishadi. U esa Marionga Shellini topib, uni ham yo'q qilishni buyuradi. Agar video tarqalib ketsa, bu uning obro'yini bir pul qilardi. Erik va Shellilar esa sevgi fazosida sayr qilishar va bir umr birga bo'lishni orzu qilishardi. Tunlardan birida klubga borishadi va Shellini ko'rib qolgan Zedining do'sti Zedini o'g'irlaganliklarini va tezda shahardan chiqib ketishi kerakligini aytadi. Shelli hammasini tushuntirishini aytib, Erikni olib ketadi, ammo uyga kelishlari bilan Rockning odamlari hujumiga uchrashadi. Ularni o'ldirishadi. O'lim va hayot oralig'iga tushgan oshiqlar umrbod vidolashishadi. Biroq Erikning ruhi uni bitim uchun kutayotgan Kronusning sirli ruhi oldiga keladi. Uning so'zlariga ko'ra, qarg'alar adolatsizlik uchun kurashishga bel bog'lagan insonning ruhini hayotga qaytarish uchun xizmat qilishar ekan. Ammo Erik ko'rgan narsalarning haqiqiy ekanligiga ishonmasdan u yerdan ketishga urinadi, ammo Kronus unga uyg'onishni buyurib itarib yuboradi. Hayotda ko'zlarini ochgan Erik Shellini izlaydi, ammo u yo'q edi. Kutilmaganda Marionning laychalaridan birining ovozi eshitiladi. U Shellining telefonini olib ketish uchun kelgan edi. Erikni ko'rgan erkak politsiyachi ekanligini aytib, unga bu yerdan ketishni buyuradi. Erik esa reallik bilan aloqani yo'qotganligini va nimalar bo'layotganligini tushunmayotganligini aytadi. Kutilmaganda politsiyachi unga o'q uzadi, ammo Erik to'satdan yana o'ziga kelib o'rnidan turadi. Uni ko'rgan politsiyachi vahuya bo'lib u bilan jang qilishni boshlaydi, ammo pichoq yesa ham o'lmagan Erik politsiyachini o'z pichog'i bilan o'ldiradi va yaralari ko'z oldida bitayotganligini ko'radi. Tashqariga chiqqan yigit Kronusning ruhni eltuvchi qarg'alar haqidagi gapini eslarkan, ko'prik oldida turgan Shellini ko'radi va unga bunday qilmasligini aytsa-da, u o'zini tashlab yuboradi. Uning ortidan borgan Erik yana Kronusga duch keladi. Bu uchrashuv uning o'lik ekanligini tushunishiga sabab
sabab bo'ladi. Kronus Shellining ruhi bu joydan yomonroq olamda ekanligini aytadi. Uni o'ldirgan odam iblis bilan bitim tuzib, begunoh ruhlar evaziga boqiy hayotga ega bo'lgan edi. Erik esa ularning ruhi tinchlanishi uchun undan qasos olishi lozim edi. Kerakli ko'rsatmalarni olgan Erik Shellining do'sti Chesning oldiga borib, undan qurol oladi va sobiq sevgilisining dafn marosimiga boradi. U yerda esa Shellining onasi Sofi bilan uchrashib, boylik evaziga qizining jonini berish sharti bilan Rock bilan bitim tuzganligini bilib oladi. Shellining xonasiga kirgan Erik uning narsalari orasidan mehmonxona bejigini topadi. U yerga borgan yigitni qorovullar kutib olishadi va birin-ketin asfalasofiniga jo'nashadi. Ko'p o'tmasdan Marion tan soqchisi bilan tashqariga chiqadi. Yigit o'zini mashinaga otib, lobovoyni teshib ichkariga kirib oladi va jon holatda Marionni ushlashga urinadi. Ammo bitta o'zi ko'pchilikka qarshilik qila olmaydi va biletsiz yo'lovchini mashinadan uloqtirishadi. Ayni damda Rock Sofining oldiga keladi. Rock undan Erik nega uning oldiga kelganligini so'raydi va tafsilotlarni bilib olgach, guvohni yo'q qilish uchun Sofiga tomdan sakrashni buyuradi. Ta'qibni davom ettirgan Erik Shellini tungi klubda yashirinishga undagan do'stini topadi va uning Rock bilan uchrashgungacha yashagan manzilini bilib oladi. Kvartirani titib chiqqan Erik Shellining telefonini topib oladi va undagi video yozuvini ko'radi. Pianino chalayotgan qizning oldiga kelgan Rock unga xanjar tutqizadi va qulog'iga nimalarnidir shivirlagach, xanjarni olgan qiz mehmonlardan birini chavaqlab tashlaydi. U holatni muhokama qilish uchun Chenning oldiga keladi, ammo ketidan Rockning odamlari ham yetib kelishadi. Ular Erikni olib Chenni o'ldirishadi. Erik chidolmasdan qarshilik qilib bosqinchilarni dabdala qiladi, ammo so'nggi o'q uni o'ldiradi. Nargi olamga qayta sho'ng'igan yigit Kronus bilan uchrashgach, qayta tirilmayotganligini aytadi, sababi u Shelliga bo'lgan muhabbatidan shubha qila boshlagan edi. Shu sabab u endi ortga qayta olmas edi. Erik Shellining ruhini qutqarish evaziga o'zinikini taklif qiladi. Kronus baribir ham birga bo'la olmasliklarini aytadi. Erik sevgilisining ruhi orom topishi uchun o'zi azoblarda qiynalishga ham rozi bo'ladi. Kronus qarg'alar og'ushida o'zi va Erikning qo'lini kesib, qonlarni qo'shadi va Erik olamlar orasida uchib yura olish qobiliyatini qo'lga kiritadi. Qayta tirilgan Erik qotillarni quruq qo'l bilan enasini emdiradi. Bundan so'ng ulardan birining telefonida Marion ularni teatrda kutishi haqidagi xabarni o'qiydi. Basharasiga yig'latib yuboradigan makiyaj chizgan yigit samuray qilichini olib o'sha yerga otlanadi. Marion Rockga yigitning o'lganligini xabar qiladi. Ayni damda spektakl boshlanadi va barcha sahnaga nazar soladi. Teatrga biletsiz kirgan Erik birin-ketin Rockning odamlarini ketlarga o'tkazib chiqadi. Na o'q, na poq ta'sir qilmaydigan qarg'avatcha ildam qadamlar bilan Rockning oldiga odimlaydi. Marion bu haqda Rockga xabar beradi. Ayni damda Marionning oldiga kelgan Erik undan Rockning qayerdaligini so'raydi va manzilni bilgach, boshini tanasidan ozod qiladi. Sahnaga uning boshini olib chiqqan Erik tomoshabinlarning o'takasini yoradi va ular orasida Shellining sharpasini ko'radi. Bundan so'ng Rockning xonasiga kirgan Erik u ham o'lmas qashshe ekanligini bilib oladi. U uni o'ldirgani bilan Shellini qaytib ola olmasligini aytadi. Ammo Erik unga qilich tiqadi va Rock uning kuchini so'rib olishga urinayotganda Shelli bilan o'tkazgan shirin damlarni eslagan Erik uni o'zi bilan nargi dunyo olamiga olib o'tadi. U yerda osongina Rockni o'ldirib, Shellining ruhini qutqaradi. Suv ostidan chiqqan Shelli sevgilisini quchoqlarkan uning ortga qayta olmasligini eshitib, usiz ketishni istamasligini aytadi, ammo endi kechidi. O'lgan kunida uyg'ongan Shelli oldida Kronusni ko'radi. U esa Erik uning hayoti uchun o'zinikidan voz kechganligini aytadi. Endi navbat Shelliga edi. Tamom.